Qizlar Instagram profillarini qoldirib ketyapman. Profillarga o'tib olsanglar, har kuni har xil tovarlarimizni живой videolar qilib, o'zlari joylab boryaptilar. Bemalol tanlab olsanglar bo'ladi. Dastavka xizmatlarimiz ham bor. Har kun do'konimizda ertalabki 10 dan kechki 9 gacha ishlaydi. Sergeli filialimizni obzor qilib beraman sizlarga. Chilonzor filialimizda ham ichki kiyimlarimiz bor. Faqat tovarlar har xilda. U yoqda borlari, bu yoqda bo'lmasligi mumkin, bu yoqda borlari, u yoqda bo'lmasligi mumkin. O'shaning uchun qaysi filialda qaysi tovar obzor qilayotgan bo'lsam, o'sha filialga borib olganinglar yaxshi. Даже bu yoqda mana ro'mol sharflarimiz ham bor, xil variantlarda. Qaranglar. Korsetlarimiz bor. Figurani chiroyli qilib beradigan, figurani korreksiya qilib beradi-yu, shunaqa. Xilma-xillardan shortkli variantlarda, bunaqa variantlarda